Erim dugonamni og'ziga tashadi, dugonam uni meni og'zimga tupurdi. Erim jarayonni ko'rib: Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana siz bilan Bonushka hikoyalari. Bugun siz bilan yurakni larzaga soladigan muhabbat, xiyonat va ichki kuch haqida haqiqiy hayotdan ilhomlangan hikoyani bo'lishaman. Bu nafaqat bir ayolning og'riqli sarguzashti, balki har birimizning ichimizdagi o'zimizni topish yo'lidagi kurash haqidagi hikoya. Sizni to'liq tinglashga, his qilishga va hikoyaning yuragingizga yetib borishiga taklif qilaman. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like tugmasini bosing, fikrlaringizni izohlarda yozing va albatta, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keling birga boshlaymiz. Meni Zuhra deyishadi. Men o'zini butunlay sevgisiga bagishlagan oddiy bir ayol edim. Baxtli turmush orzusi bilan yashardim. Erim Jamshid bilan o'zaro chuqur muhabbatga asoslangan turmush qurgandik. Bizning mehrimizga havas qilganlar ko'p edi. Tonglar birga uyg'onib, kechalar bir-birimizga suyanib uxlardik. Men uni yuragimning egasi deb bilardim. Lekin hayot meni og'riqli bir sinf orqali o'zgarishga majbur qildi. Jamshid ishdan charchab qaytganida har doim unga iliq choy, issiq tabassum va mehrli quchoq bilan javob berardim. Har kuni kechqurun uni kutib olish men uchun marosimga aylangandi. U esa menga doimo sen mening omadimsan derdi. O'sha paytlar dunyoda mendan baxtliroq ayol yo'qday tuyulardi. Hayotimdagi eng yaqin insonlardan biri dugonam Dilnoza edi. U bilan bolalikdan do'st edik. Bir maktabda o'qiganmiz, bir ko'chada ulgayganmiz. Menga har sirimni ishonib topshirgan, har dardimda yonimda bo'lgan inson. Erimni ham u bilan tanishtirgan edim. Hatto ko'p marta ular uchrashib, men bilan birga vaqt o'tkazishgan. Ularni bir-biriga ishonib topshirganimda yuragimda shubha yo'q edi. Ammo hammasi asta-sekin o'zgarishni boshladi. Jamshid kechikadigan bo'ldi. Telefoni doim jim. Oldin meni ko'rganida yuzida charaqlagan tabassum endi yo'q edi. Yuragimda bir narsa joyidan qo'zg'alayotgandek edi. Ayol sezgisi hech qachon adashmaydi deyishadi. Endi bu gapning nechog'li rost ekanini o'zim anglay boshladim. Bir kuni tasodifan Jamshid hammomga kirib ketganda telefoniga xabar keldi. Ekranda Dilnoza degan ism paydo bo'ldi. Ko'zimga ishonmadim. Yuragimni muz bosdi. Qo'lim titray boshladi. Xabarni ochdim. Kecha sening bagringda uxlaganim jannatday edi. Men seni butunlay o'zimnikiga aylantirmoqchiman. Bu so'zlarni o'qigach nafasim qisildi. Yuragimda nimadir uzildi. Boshqa xabarlarga ko'zim tushdi. Har bir satr, har bir harf yuragimni yirtib tashlayotgandek edi. Ular bir necha oydan beri yashirincha uchrashayotgan, birga vaqt o'tkazayotgan, sevgi izhor qilayotgan edi. Yeglay olmadim. Qo'limdan telefon tushib ketdi. Og'riqdan baqirib yuborish istagi bilan kurashdim. Bu dard ichimni yondirardi, ammo tashqariga chiqa olmasdi. Ertasi kuni Dilnozani uyga chaqirdim. Ko'zlariga tik qarab so'radim. Haqiqatni ayt. Jamshid bilan orangda nima bor? U avvaliga jim qoldi. Keyin yuzini boshqa tomonga burib titrab, ammo sovuq ohangda shunday dedi. Men uni sevib qoldim, Zuhra. Bu tasodif emas edi. Biz bir-birimiz uchun yaratilganmiz. Men titradim. Nafrat, xafagarchilik va og'riq aralashgan ko'zlar bilan unga qaradim. Eng yaqin dugonam bo'lgan inson erimni olib ketayotgan edi. Hatto pushaymon ham emasdi. U o'zini haqli deb bilardi. Jamshid esa bu orada menga hech nima demadi. Faqatgina, kechir. Men Dilnozani sevib qolganman, degan bir ogiz so'z bilan barcha yillarimiz, barcha orzularimiz ustidan chizib o'tdi. Ular ketishdi. Meni esa yolg'izlik bagriga oldi. Har kecha uy jimjit. Har tong yuragimda bo'shliq bilan uyg'onaman. Deraza qarshisida turib, nega buncha soddadil bo'lganimni o'ylayman. Ko'nglimda endi na sevgi bor, na ishonch. Dunyom o'zgardi. Endi men o'sha baxtli ayol emasdim. Men xiyonat qurboni edim. Ular esa o'z baxtlarini qurayotgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda ularning suratlari paydo bo'la boshladi. Tabassum, dam olish, mehrli qarashlar. Mening hayotimni o'g'irlab, endi o'sha hayotda yashashayotgandek edi ular. Ammo vaqt o'tib, o'zimni yo'qotmaslikka qaror qildim. Men yiqildim, lekin orindim. Sport bilan shug'ullandim, yangi do'stlar orttirdim, o'zimni sevishni o'rgandim.
Endi men ularni ko'rganimda yig'lamayman. Endi men ular haqida o'ylaganimda yuragim tirnamaydi. 2 yil o'tgach, bir kuni Jamshid menga xabar yubordi. Dilnoza meni tashlab ketdi. U menga sadoqatli emas ekan. Men sening qadringga yetmaganman. Sen eng haqiqiy baxt eding. Men xabarni o'qidim. Ko'zimda yosh yo'q edi. Faqat lablarimda jimjit tabassum. Chunki men o'rgandim, o'zingni sevmasang boshqasi ham seni sevmaydi. Jamshidga hech narsa yozmadim. Men 60 emasdim. Men uning armonga aylangan qadri edim. Men esa o'zimga baxtli kelajak yasayotgan kuchli ayolga aylangandim. Shu bois bugun bu hikoyani sizga aytayapman. Balki siz ham mendek aldanarsiz, xiyonat og'rigini his qilarsiz. Lekin biling, bu hayot tugamaydi. Bu faqatgina yangi bosqichga o'tish uchun bir dars. Bugun men oynaga qarayman va u yerda qulagan emas, kuchli bo'lgan ayolni ko'raman. Endi yuragim kimnidir kutmaydi. U faqat o'zini sevadi.